Yurtboshimiz taqdimotda o'zlarining fikrlarini bildira turib, bolalarimizni ham mana shu axborot olamidagi, internet olamidagi o'ziga xos bir immunitetini shakllantirish nuqtai nazaridan maktab yoshidagi bolalarga milliy kontentlar yaratish masalasini ko'tardilar. Men o'ylayman, bu borada ham bir qator takliflar bor ekan. Mana shular to'g'risida ham gapirib bersangiz. Rahmat. Albatta, hozirgi kunda dolzarb mavzu desak ham bo'ladi. Chunki yoshlarimiz 85-90% desak ham bo'ladi. Hamma, ya'ni shu internet tarmoqlarida xalqaro kontentlar ko'rish darajasi oshib bormoqda va bu muammoni albatta biz pedagoglar va umuman olganda ota-onalar ham yurakdan his qilishi kerak. Bizda oldimizda dolzarb masala mavzu turibdi va hurmatli yurtboshimiz tomonidan ham biz hozirgi kunda shu milliy o'zimizni kontentlarimizni yaratish va o'zimizning shu milliy qadriyatlarga asoslangan ta'lim tarbiya yo'naltirilgan kontentlar yetarli emasligi va albatta yaratiladigan kontentlarni ham tarbiyaviy hamda ta'lim bilan uyg'unligini biz va eng asosiysi yoshlarni jalb qila oladigan, qiziqarli qilish kerak bo'lgan, ya'ni kontentlar juda ham kam va bu bo'yicha ham hozirda maktabgacha maktab ta'limi tizimida, ya'ni markaz tashkil qilinishi, endilikda shu markaz Qoraniyoziy Milliy tarbiya instituti hurmatli yurtboshimiz tomonidan, ya'ni o'tgan yili tashkil qilindi, qayta tashkil qilindi va buni hozirda biz to'liq milliy qadriyatlarga asoslangan g'oyaviy yo'nalish ota-onalar bilan ishlash bo'yicha albatta shu markaz hamda bizning Qoraniyoziy institutimiz birgalikda, ya'ni badiiy kengash tuziladi va doimiy ravishda darslik dasturlarimiz, tarbiya yo'nalishi, maktabdan tashqari yo'nalishdagi barcha endilikda bolajonlarimiz uchun qiziqarli bo'lgan kontentlar, o'yinlar, shu bilan birgalikda albatta ota-onalarni ham salohiyatini oshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ota-onalarimiz ham bolajonlarimiz qaysi internet orqali qaysi tarmoqda o'tirishyapti, nimalar ko'rishyapti, bolajonlarimiz ko'rayotgan ko'rsatuvlar yoki shu taqdimotlar qanchalik bizning mafkuramizga to'g'riligi, bularda ham biz ota-onalarni yana ham ziyrak qilib, ota-onalar uchun ham ularning bu yo'nalishda qattiq e'tiborlari qaratishi bo'yicha ushbu markaz endilikda faoliyat olib boradi. Shu bilan birgalikda albatta media industriyasi, ya'ni shu kreativ fikrlaydigan, ijodkor yoshlarni kengaytirish masalasi ham qo'yildi va bunda biz hududlarda iqtidorli, ya'ni shu yo'nalishda qiziqqan yoshlarni tanlovlar orqali, ko'rsatuvlar orqali va shu bilan birgalikda ularning o'qitish tizimini ham yo'lga qo'yishni reja qo'yganmiz.